Assalomu alaykum aziz obunachilar. Obunachilar, bugungi hovlimiz Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Jaloltepa mahallasidan 5 soatlik hovlimiz sotuvga chiqqan. Mana shu nomer to'g'ri egalari nomeri. Qozog'iston ko'chib ketishgan. WhatsApp, Telegramdan telefon qilib to'g'ri o'zlari bilan gaplashsanglar bo'ladi. Bismillah. Kirganimizda to'g'rimizdagi to'rxonadan iborat uyimiz juda ham mustahkam qurilgan. Tashqaridan sanuzul 100% pishgan qishda qurilgan uyimiz. O'ng qo'limizda ziliniy zona tapchanlarga joy tashalgan. Orqasida ham bir 2 metr joyi bor. Mana shunaqa. Orqasidan joylari bor, salqingina. Bu joyimiz Yangi Toshkent hududiga o'tish arafasida. Bu joylarda kelajakda narx-navo juda ham baland bo'ladi. Hozircha olib yashab turishga sharoiti bilan yaxshi variant bo'lib turibdi. Kirganimizda bu yerda katta hol, bu yerda oshxona. Bu xonamiz spalni kirib o'tirmaymiz. Bu yerda sanuzul. Dushovoy. Bu yerda detskiy xona. Bu yerda ham bir detskiy xona qilsa bo'ladi. Bu hovlimizga egalari 75 ming narx so'rashyapti. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. Yana batafsil tushuntiriladi, ko'rsatiladi.